Akalar, sizlar uchun sotuvimizga bog' qo'yapmiz. Ko'rib turganlardek, ushbu yerimiz qog'ozida 85 sotix yozilgan. O'zi 1 gektardan oshiq deyapti akalarimiz. Xo'p, ko'rib turganlardek bu yerda barcha turdagi mevali daraxtlar bor. Hujjatlar joyida. Hujjatlari akamiz o'zining nomida ekan. Xo'p, ushbu ko'rib turgan yerlarning mana chegarasi mana shunaqasiga qarab ketgan. Ko'rinmay qolgungacha 85 sotix akalar qog'ozda. O'zi 1 gektardan oshiq deyapti. Yaqinroq keling. Xo'p, akalar, ushbu bog'imiz e'londa sotiladi. Xo'p, suvlari tushgan, mana suvning ustidan hozir o'zim irg'idim. Xo'p, svetlari ham tushgan, hech qanaqa muammosi yo'q. Pastdan, shovqin-surondan zerikkan, tinchlik kerak degan akalarimiz uchun mana boqqa chiqib olib, so'rlarni qo'yib olib, bog'bonchilikni yaxshi ko'radigan, xush ko'radigan akalarimiz uchun mana ushbu bog'imiz sotiladi. Mana ko'rib turganlardek, bu mevalarimiz mana gulladi. Barcha turdagi mevalarimiz mana bor. Vagonlari ham bor. Xo'p, ushbu bog'imizning narxini sizlar uchun $25,000 ozgina kamini qilib beradi. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol bog'lansanglar. Shunaqa bog'bonchilikka qiziqadigan akalarga bu video jo'natib qo'yib, videoga bitta yurakchani qizartirib ketinglar akalar. Akalar, bitta narsa esimizdan chiqib qolibdi. Manzilni aytish esimizdan chiqib qolibdi. Andijon viloyati Xonobod shahar. O'zgan mahallani hamma biladi. Shu o'zgan mahalladan chiqqaninglarda mana bu yog'iga dachaga ketasizlar. 10 tomonga, chap tomonga burilganinglarda mana shu ko'rinishida o'sha yo'lni bo'yida akalar bog'imiz ham. Mana manzili shu akalar.